Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Uzoq kutilgan obyektimiz ham xudo va nihoyat o'z nihoyasiga yetdi. Bugun 7-iyul 2026-yil. Xudo biz yana adresmomda yana bir yangi obyektimizni tugatdik. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar xudo qilinayotgan ishlarga. Derazalarning atkuslari ham bir xil pepelni tunkadan qilingan. Derazaning o'zi ham pepelni bo'lgan. Uch tomoni bir xil qilingan aziz tomoshabinlar buni. Mana ko'rib o'zingizlar prosta bitta baho berib qo'yasizlar. Buni burchaklariga e'tibor berib qo'yasizlar, burchaklariga mana. Balandki burchak, pastki burchaklari mana hammasi qoidaga bo'lgan. Kimyo shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, bemalol bizga aloqa chiqishingiz mumkin xudo xolasa. Mana aziz tomoshabinlar, fasolni ham ko'rishingiz mumkin. Fasollari ham o'ta ham go'zal holatda chiqqan. Xudo xolasa cho'tki qilib urib berdik. Sizlarda ham shunaqa obyektivlar bo'lsa, dunyoning istalgan joyga borib xizmat ko'rsataveramiz. Rossiyami, farqi yo'q, qayerda bo'lsa ham. Amerikagacha borib kelaveramiz. Dunyoning istalgan joydan aloqa chiqaverasizlar xudo xolasa. Hamma joydan zakazlarni qabul qilamiz. Prosta bu go'zallikka bitta baho bermasanglar o'zingizlar bo'lmaydi. Hamma material o'zimizdan bo'ldi. Hamma material o'zimizdan bo'ldi. 1 kvadrat metrni 140 somondan qilib berdik. Akamizga reklama uchun adresmonda bitta bo'ldi, lekin bunaqasi bo'lmagan. Adresmon territoriyasida nomer 1 patolog mana shu bo'ldi mana. Magazin bo'ladi 2 etajlik. Arendaga ham beradilar akamiz. Agar arendaga olmoqchi bo'lsangiz aziz tomoshabinlar. Prosta bu go'zallikka bitta baho berib qo'yasizlar xudo xolasa, lekin nomer 1 bo'lib chiqdi. Birinchi etajni olib olib, somsaxona, shashlik, pashlik, osh-posh nimaga qilib olib, Xitoylarda ko'p hozir juda ham biznesmen akalarimiz bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar mana akamizga. Kelib egasiga uchrasanglar, mana shashlikxona, somsa, agar somsani nomer 1ni qilsanglar, biznesinglar shunday o'zi uchib ketadi. Prosta biz hozir tunkafon patologiya reklamasiga nima qilib xudo xolasa ko'z yugurtiramiz, mana ko'ringlar. Burchaklariga adden e'tibor berasizlar aziz tomoshabinlar. Sifatlari juda ham a'lo darajada bo'ldi. Pepelni tunkamiz 0.35 bo'ldi. Mebelni tunkamiz 0.3 tunkadan qilingan. Fasollari lekin nomer 1 bo'lib chiqdi. Ya'ni bunaqasi bo'lmagandi. Tarixda bundan keyin ham bo'lmasa kerak. O'zingizlar bitta mehnatga baho berib qo'yasizlar xudo xolasa. Nima xizmatlar bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar xudo xolasa aziz tomoshabinlar mana. Sifat, kачество birinchi o'rinda. Voy onasini emsin degan joy mana shu bo'ladi mana. Ko'ringlar. Prosta mehnatga bitta baho bermasanglar bo'lmaydi ona. Fasonni ham nomer 1 bo'lib chiqdi, ishoninglar. Vafshi ajoyib bo'lib chiqdi. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli tunkafon patologiya kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar xudo xolasa. Biz sizlar uchun albatta xizmatdamiz aziz tomoshabinlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin. Xudo xolasa biz sizlarning xizmatinglardamiz. Doimo sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylarni, magazinlarni qilish nasib qilsin.